Assalomu alaykum, topdagi qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi tudinglarmi? Salomat turamizda. Abdulla Tursunning ma gapiga qaraganda bu ikkisining xarakteri o'xshamaydigan o'xshaydi qarindoshlar. Salih Xudoyor sürgüntü hukumat nomidan imzo to'plashni ilib beraversa, hammamiz qo'l qo'yib bersak bo'ladi. Shu millatga foydasi bor. Men shuning uchun 9 minut 18 sekundlik gapim sal Messi ikkisining xarakterini tushunmaganlik uchun aldirab gap qilib qo'ygandek turma. Gapimni qaytarib oldim qarindoshlar. Agar bu ikkisining xarakteri mana shu Abdulla Tursun deganga o'xshash bo'lsa, har ikkilisi o'zining xizmatini elib ketaversa, yaxshi bo'ladi-ekan deb o'yladim. Salih Xudoyorlarning chiqargan chaqiriqiga bütün tashkilotlarning, jamoatlarning, işte organlarning hammasining imzo qo'yib berishini umid qilaman qarindoshlar.